Faylasuflarning radiya bergil bo'lmaydigan hikmatli so'zlari. Boshqalarning to'xtamay gap qilishdan bezor bo'lganda, men hamisha ularga degining haqiqatan to'g'ri deb qo'yman. Kamus. Tanlamaslikning o'zi bir tanlashdir. Paul Sartre. Odam har amallarni qilib turmushdan rohatlik va baxt izlagan siri turmushdan qanoat topolmaydi. Kent. Agar bir odam vaqtini isrof qilishdan xushallik topa olsa, bundaqda bu vaqt isrofchilik emas. Russell. Hayotdagi ikki azobli ishning biri o'ziga erishmoqchi bo'lgan narsaga erisha olmaslik, yana biri o'zi erishmoqchi bo'lgan narsaga erishish. Freud. Ko'rgan bilgan odamlarim ko'paygan siri men itni shuncha yaxshi ko'rib qoldim. Bernard. Mishchan ayollar yig'lab o'ltirdi. Chiroyli ayollarning hammasi bozorga chiqib ketdi. Men ayollarning eziqtirishidan boshqa har qanday eziqtirishga yo'q deya olmayman. Oskar Wilde. Jahonda yaxshi odam yo'q, degichlarning o'z mutayinlik. George Beckley. Jahon kezguchilariga nisbatan muhabbat bir yukdir. Charles Dickens. Bir tilamchi hargizma millioner hasad qilmaydi, lekin u cho'qim kirimi o'zidan ko'p yana bir tilamchiga hasad qiladi. Russell.